Shart qaranglar, qo'lingizdan kelsa masjid tahoratxonasini tozalang, bo'ldi, gap yo'q, bajaramiz. Qani unda biz shart bajargan, ketdik. Aziz obunachilar, shartimiz bajarildi. Biz bu videoni shart uchun yoki video uchun, manfaat uchun qilmadik. Bu videoni o'zimizga va sizlarga ibrat bo'lish maqsadida qildik. Qisqa qilib aytganda, shartimiz bajarildi. Keyingi videoda qanday shart bajariladi, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Obuna bo'lishni esdan chiqmasin.